O'zi kulayverib, jag'larim og'rib qoldi, to'g'risi. Xo'p, Mirzabek aka. Labay. Mana shuncha vaqtdan beri torpedamizni ichyapsiz. Ha, bu torpedamizni tarixi ham ajoyib. Torpedamiz hozir Biyot Tornadoga aylandi. Hozir shunda ham mana endi shu haligi juda dushmanlar ko'p ekanda endi. Ko'p. Hammaligi o'xshatib chiqarib yuborib, mana shunaqa narsalar avjiga olib turgan paytda Dilmurod do'stimiz xudo xolasa shu 3-4 kunda shu haligi shu bitta muhim bir nomi bilan, shu bir qonun qoida bilan shu haligi ruxsat berilgan ishlar bilan hammasi joyiga tushib olsa, shu yangi nomi bo'ladimi yoki Biyot Tornado bo'ladimi? Shu nom bilan shu torpedadan, Biyot Tornadodan foyda topgan, albatta yaxshilik ko'rgan, o'zidan o'tkazib foyda, ya'ni sog'lig'i uchun foyda ko'rganlar albatta buni ishqibozi bo'ladi, xaridori bo'ladi. Shunday. Shuning uchun Biyot Tornado endi deb nomlandi hozir kecha kunduzda, lekin hamma torpeda deb biladi. Hozir ham do'konlarimizda, filiallarimizda torpeda sotilmoqda. Ya'ni o'zimizda qanchadir kolичество qolgan. Buni to'la to'kisligicha sotib, xudo xohlasa, buni nomi o'zgargan bilan ichidagi tarkibi o'zgarmaydi. O'sha. Endi qarang, mana nomi o'zgargan bilan ichidagi tarkibi qoladi. Shunaqa mutahamlar ham borki, o'sha shunga o'xshash narsa chiqarishyapti, lekin u faqat qoni zararga. Ko'pchilik u rayhon va u perprava, unga ovqatga solsa bo'ladi uni. Endi bir xilni bilmasam, endi chakayga taqsa bo'ladi rayhonni. Lekin uni ichasiz, buni ta'sirini bilasiz. Aytyapman, men bir Dilmurod aka bilan o'tirganimda ter oqib tushaveradi. Qatizdan chiqib ketish kerak bo'lsa, chiqib ketaveradi-da. Shunday. Ter bo'lib oqib o'tadi. Xuddi mana haligi Dilmurod aka qanaqa holat desa, aytamanki, jumrayni ochib qo'ydingizda, hamma ziyon zahmatli erib tushib oqib ketayotgandek bo'ladi. Men nazarimda shunday deb gapirdim. Endi qarang, shuni ham haligi soxtasini yasab turib, odamlarni endi pul topaman deb qiyin ekanda, bir rivoyat keladi, Luqmoni Hakim deb aytiladi endi rivoyatda. Shu bir odamga giyoh bersa, o'g'liga berib yuborsa, otasiga olib borsa, otasi o'lib qoladi. Aytadiki, men giyohingdan ichirdim, otam o'lib qoldi-ku. Deb yoqasidan olganda o'sha tabiblik ham ilohiy. Shunday. Sartaroshlik ham, tabiblik ham ilohiy kasb, oshpazlik ham hatto. Shunda aytadiki, men deydi, men dardga davo beradigan giyoh berdim, ajalga emas. Shuning uchun Luqmoni Hakimdek ulug' zotlarga giyohlar gapirar ekanda, men bunga doriman, men bunga doriman. Giyohlarni o'zi gapirib turadi. Giyohlarni o'zi gap ilohiyatda. Giyohlarni o'zi gapirib turar ekan. Shuning uchun buni qilayotgan do'stimiz endi juda bir ilohdan so'rab qo'l urgan bu ishga. Shuning uchun ham endi olimlar oddiy bo'ladi, olimlar. Ulug' odamlar ham oddiy bo'ladi. Shu bir xislat beradiki, Alloh bir narsalar o'ylab topishadi. Lekin mana iste'mol qilib kelingan va o'zimiz ham iste'mol qilgan faqat insonni sog'lig'i uchun manfaat keltiradigan narsa bo'lsa, albatta aytasiz. Siz ham iching, shifo toping deysiz. Chunki tiq etsa tig'i tagiga yotavermaysiz, tiq etsa ximikat tabletkani uravermaysiz. Shuning uchun mana mamlakatga tabiiy qilingan giyohlardan iborat bo'lgan damlamalarni ichib ham insonlar dardiga shifo topadi. Hozir endi shuning uchun torpeda bo'lib turib, hozir mana Biyot Tornado bo'lgan o'shaligi reklamalarda o'zim ham qatnashdim. Sababi manfaat yetgani uchun, odamlar duo topgani uchun. Shuning uchun faqat niyatim hech qachon bizni jamiyatimizdan sotqinlar, ablah marazlar, vatanfurushlar, keyin insonni qadrini, qiymatini arzonga sotaveradigan bu odam bu dunyoda ham oxiratda ham hech yaxshilik ko'rmaydi. Shuning uchun to'g'ri gapni gapirish kerak, Xudo sharmanda qilmasin. Nuqul aytamanki, haligi bizada bo'lib qolganimizda ichganingizda Bismillahirrohmanirrohim deb iching, men shifo deb iching. Shuning uchun shifo bo'lsin, kim iste'mol qilsa. Hozir mana Biyot Tornado bo'lib turibdi, torpedamiz. Keyin yana shu bir aniq muhim holatlar bilan yana aniq bo'lgandan keyin xalqqa aytiladi, shu mashtaqa iste'mol qilinglar, sog'lig'ingizga shifo topinglar deb. Inshaalloh o'zi bizlarda katta shior ketyapti hozir.
tabiiylikka qaytish. Tabiiylikka bo'lmasamchi. Reallikka qaytish, ximikatlarni hamma narsasidan voz kechib, Tabiiy. ha, tabiiy. Tabiiy. Hali bittasi ham bir qizni ko'rib, oshig'i beqaror bo'lib qolibdi-da. Voy, men sizni sevdim, menga tegmasangiz ham tegasiz. Ben uylanmasam ham sizga uylanaman desa, hozir shashmay tur deb ichkariga kirib, pardoz andozini yechib chiqsa, bola ham qo'rqib ketib qolgan ekan, astag'firulloh deb dam solib o'ziga. Go'zal edingiz-ku, o'sha go'zal men edim, o'zi yalmog'iz edim. Shu narsalarni chaplab go'zal bo'ldim. Tabiiy go'zallik ketmaydi. Inson yoshi ulg'aygandan keyin ham tabiiy chiroyli bo'lib turishi kerak, meni nazarimda. Shuning uchun do'stimiz faqat insonlarning sog'lig'i uchun, keyin tabiiy mahsulotni iste'mol qilsin, ziyon tegmasin sog'lig'iga. Chunki hammamiz bola chaqa katta qilyapmiz. Shunday. Siz nima qilsangiz bolangizdan shu qaytar ekan. Shunday. Ilohim yaxshilik qaytsin faqat. Inshaalloh. Lekin ishdan to'xtamang. Tez kunlarda sizda o'sha oq sochlaringiz qorayib chiqib, yana u eski davringizga jingalak bo'lib chiqib boshlasa, odamlar hayron qolmanglar bu. Yo, men o'tkazgan yoshligimni hech narsaga alishmayman. Hech narsaga alishmayman. Xudo ber, u davri Xudo beradi. Shunday. Yoshligim, beboshligim deydi, lekin bizni kallamiz ishlagan ekan, yaxshi ishlar qilgan ekanmiz. Inson yoshi ulg'aygandan keyin obro' e'tiborda yurgani u yoshligida qilgan to'g'ri ishning orqasidan keladi. Shunaqa. Aytyapman, chizig'i bor, qizig'i bor. Siz bilan biz Xudo ko'rsatgan to'g'ri chizig'idan ketsak, adashmaymiz. Qizig'iga ishqiboz bo'lgan odam nomardlik qilib qo'yadi, yolg'onchilik, sotqinlik, ahmoqgarchilik qilib qo'yadi, adashadi. Shuning uchun Xudo adashtirmasin deydi eskilar. Oxiring baxayr, yaxshilik bilan tugasin. Fozil qora aka aytardilar, qariganda xor qilmagin. Shunday. Qariganda nimaga qariganda xor qilmagin deysiz? Qariganda inson endi bola chaqasi, eli yurti, mahalla, xona qo'shni, qarindosh urug'ning ichida obro'da bo'ladi-yu. Desam aytardilarki, yoshligingizda nima tashvish kelsa ko'tarasiz. Qariganda kuchingiz yetadi, asabingiz yetadi, do'sti yoringiz yordam beradi. Qariganingizda yoningizda kim bor, kim yo'q. Shuning uchun qariganda xor qilmasin. Avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deb aytardilar. Fozil qora aka. Shuning uchun meni nazarimda yoshligida to'g'ri yo'ldan ketgan inson bir pasda yoshi ulg'ayib qoladi. Qariganda ham ko'rgan odam yaxshi odam deb ko'rishadi. Assalomu alaykum deb salom berishlikdan, ali olishdan baxt yo'q o'zi aslida. Shunday. Bir kuni yomonlikka tushib qolganlar qadriga yetadi u narsani. Shunday. Ha, mashinaga o'tirsa yurib ketavergan bilan ish bo'lmaydi. U mashinani o'tirishdan oldin eshigini ochish kerak. Kalitini, muruvvatini burashdan oldin unga o'quv kerak, bilish kerak meni. Shunday. Boshi zamon bo'lsin, ilohi sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishing. Qachon endi Xudo xolasi yangi o'zingizda konsertlaringiz qachon bo'ladi? Biz 9-10 aprelda, fevralda konsert qo'ydik Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Satira teatrida ishlayman. O'sha ishlagan joyimizda jamoamiz bilan 2 kun 9-10 fevral kuni klass konsert, g'aroyib tomosha deydi. Shuni o'ynadik. Mana endi shu joriy yilning 1-2 aprel Kulgi bayrami kuni bizning klass konsertimiz 2. Turkiston san'at saroyida bo'ladi. Kelinglar, keling bosh ustiga. Biz xizmatdamiz. Inshaalloh. Hani yetsa molim, yetmasa jonim deydi. Shu jonimiz bilan xizmat qilamiz. Boringizga shukr. Yangi O'zbekistonimiz obod bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Siz bilan biz insonlarga yaxshilikni, faqat yaxshilikni nasib qilsin deb ravo ko'ramiz. Qarang, mana 1 soat, 2 soat o'tirib shu kulayverib, jag'im og'rib qoldi. Sizni ham biror kishi kuldirganmi shunday hech? Va siz kulganingizga mazza qilib kulyapman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr. Charchamanglar, Xudo xolasa kelinglar. Teatrimizga bir kulib, dam olib ketasiz. Yo'qmasa chiqasiz. Shunda kabinetga kirasiz, choy qilib beraman, kofe qilib beraman. Choy, kofe ham moda bo'lib ketdi hozir. Ilgari qayerqa borsangiz choy challamadirdi. Hozir haqqa borsangiz chiroyli qizlar kelib, hatto samolyotda ham pandisi ko'tarib kelib, choymi, kofemi debdi. Erkakning ko'zi uni ko'ksidamish. Ko'kragiga qarab turgan. Ko'kragida znachoki bor ekan, taqilgan narsasi. O'shanga qarab turgan ekan.
Hey, gaspadin çay ili kofi içse kegen hayali kegen gap qarang. Qaysi biri choy, qaysi biri kofi deb. Hayal boshqa joyda. Hayali buzuq odam ishi buzuq bo'ladi. To'g'ri qiling. Kelinglar do'stlar. Hayalni to'g'ri qilish uchun ham umr kerak, yosh kerak. Inshaalloh. Tajriba kerak. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar. Vaqt sharif Ramazonlar muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Shunaqa chiroyli pok ayollarga O'zingizga ham. ko'rishib turibmiz. Endi shuncha energiyani siz hozir shu torpedodan oldingizmi? Olyapsizmi? Torpedodan olyapsizmi shuncha energiyani? Tinganingiz yo'qda, hali ham g'ayratingiz bor. İlohiyda aytyapman sizga. Ilohiy kuch-quvvat bermasa qayerdan olasiz? Shu Rahmat. torpeda ham, biotarnada ham ilohiyda endi. Shunday. Shu Xudodan so'rab iste'mol qilgan borki, im bo'lsin, shifo bo'lsin deb niyat qilinadi. Niyat to'g'ri bo'lsa, odamiga yetib boradi. Yurakdan bo'lgan ish yurakka boradi. Ilohi sog' bo'lsin. Rahmat. Boringizga Charchamang shukur. Mirzaboy aka. Yashang, charchamang. o'zingiz ham Umringiz charchamang. uzun bo'lsin. Boramiz xudo xolasa. Aynan qadamingizga hasanat, kelinglar bosh Yo'q, ustiga. charchamanglar. Rahmat. Haligi chollar aytar ekanda, bittasi sho'xroq ekan, chollar ham har xil bo'ladi deb. Qizlarga bormaymizmi debdi. Ikkinchi chol borsak-ku qizlar bo'lmasa-chi debdi. Ko'ring, buzuqchiligidan sherik topiladi, lekin uchinchisi faylasuf bo'lib ketgan ekan. Borsak-ku debdi. Qizlar bo'lsa-yu, foydasi bo'lmasa nima qilamiz? Har kim yarashadigan ish qilish kerak. Shunday. Uni ustiga yoshi katta odam ehtiyot bo'lib yurish kerak. Sababi har bitta a'zosi vititskiy bo'lib qoladi. Ehtiyot qilib ishlatmasa bo'lmaydi kalla. Rahmat, boringizga shukur. Salomat bo'ling. Boringizga shukur. Ilmurod aka ilhom berib siz oldingizga kelsak, kelib qoladi gap shu.